jasur. Lahzada bo'lsang, hamma narsaning imkoni bor. Coca-Cola bilan lahzani his et. Bugungi videoda katta bolalarni katta qilgan Matizda 24 soat yashaymiz. Bolalar mana videoni ham boshlab oldi. Mana birinchi marta ko'rayotganlar uchun qonun qoidalarini tushuntirib o'taman. Ya'ni mashinaga o'tirgandan keyin 24 soat mashinadan tushish mumkin emas. 24 soat mashinani sinaymiz, nimalar qilsa bo'ladi, qatlagadir boramiz. 24 soat shu mashinada yurish qulaymi? Shu narsani ham ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, juda qiziq bo'ladi. Bolalar, sizlar uchun mana Matiz topdim. Sizlarga oson. Unda bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborish juda oson. Shuning uchun har bittanglar shunda to'xtatib like bosib yuborsanglar, men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Sizlar uchun bundan ham yaxshi mashinalarda qilishga harakat qilamiz. Bolalar, hozir birinchi o'rinda mashinani mo'yka qilish kerak. Bitta narsa bor. Mashina 4 oydan beri umuman yuvilmagan ekan. Mana o'z salonlarini bitta ko'rsatgan, changlar ko'rinadimi yo'q bilmayman-ku. Mashina 4 oydan beri yuvilmagan ekan. Hozir yuvib bitta chiroyli qilib olamiz. Mashinani shukr yuvib beradi menga. Ana bobasan. Chunki menga tushish mumkin emas. Yoki oldingda pul bo'lsa, mo'ykaga to'lab yubor. Mo'yka chiqib beradi. Bo'ldi. 100 ming $100 mo'yka qilib beradi. O'laga. Alla, yo'q, o'zing mo'yka qil. O'zim yuvaman aka. Anaqaga boringlar, nima edi? Karcher bor, karcher o'zim chiroyli. O'zing yuvadigan bo'lsang, ariqqa boradi. Ay yo'q aka, ariqqa. Karcherda o'tirasizmi? Karcherga pul yo'qman. Karcherchimiz, ha? Karchermen. Bolalar, men eng yoqtirgan hayvonlardan bittasini ko'rib qoldik, ko'rsatgan. Ot ko'rib qoldik. Juda yaxshi ko'raman, yilim ham ot. Bor tushib ko'rsatchi. Bor tush qayerga? Ya, mayli bor voy. Tep boradi-yu. Bor. Silab qo'y bor. Mani o'rnimdan. Ne bormayapsan? Aka. Bor. Qo'y. Borga qaraqish nima qilmaydi? Bor, oldidan bor faqat. Borga bitta borib ko'r. Erkak seni tushib bo'lganing tushib borardi. Yeng borardi. O tep boradi aka. Orqasidan borma, oldidan bor. Bor, o'zingiz silamoqchi. Yo'q, bor. Silamoqchi borga. Borlar kommentda yozinglar, silamoqchi. Yaxshi ot bor. Mana shu kungacha umuman hali ot. Voy, borga mana oldingi otdi-yu, yomon niyatda kelyapti. Borga shunda bor. Shuni yana ipi yetishmadim men. Ipi yetmaydigan joyga bor. Bor, qo'rqma. Hozir bir tep qolarmidi? Yo'q, o'ldirmayapti. Qalaysan deyapti. Bor. Qo'rqma. Endi qoch, endi tepados. Endi qoch. Sentrlarda o'sgan boraman. Toshkent sentrda katta bo'lganman. Unaqa otlarga borib yurmaganman. Birinchi marta yaqin keldim. Hali ya'ni otga minmaganman. Faqat 2 oy oldin otlarga borgansan, to'g'rimi? Dala. Ana bo'lmasa. Lubbo joyi keltiradi Matiz. Katta bolalarni katta qilgan mashina Matiz bo'ladi. Aka, ne biz sentrlarga tushmayapmiz, mana shu chetlarda yuribmiz. Sentrda nima qilasan sentrda? Tinchgina yurur shu yerda. Nima yoqmayapti? Ha? Aytchi. O'rganmaganman. Endi bunaqa joylarda yurishga. Ko'rinishim ham sentrskiy bo'lib turibdi. Meniki bilmadim, italyanskiy bo'lib turibdi. Shukri, anta Johor olgani ketkizmoqman. Davay Shukr. Shundoq kirasan, uzasan, chiqasan. Egasi ko'rib qoldi. Ha? Qayerda bo'ladi Johori? Shundoq o'sha yerda o'rangan bo'ladi, yashil. Ha? Bismillah, yo'qmi? Yo'qmi? Bitta ish eplolmaydi. Yosh bolaga ish buyur, ketidan o'zing yugur. Shu mahir.
ekan bilasizlarmi? Kommentda yozib yuboringlar. Volan suvni qara. Wow. Ish qilib bersan, takror arzaki, hozir shundoq turishingiz. Indom. 100 bersin mana. Shundoq 100 beraman mana. Joyida. $100 beraman. Sakramasim tushib chiqardi. Lekin men challenge boshladim, tushmayman mashina. Ana bu. 10.000 bersa ham tushmaysiz. 10.000 nima? $. Bu bilan aka. Sog' bo'ling. Ertaga olasiz videoni hozir. Valla 10.000 bersa sizlar tushmagan bo'larmidinglar mashina? Qani ishni tushardinglar. $100 bersa ham sakrab olasizlar. Shuning uchun bitta like bosib qo'yinglar, bolalar. Men sizlar uchun harakat qilamiz. Mana shukr keldi, men keldi. Meni nechta bolalar harakat qilyapti. Yer. Chiste qanday? Eslab yuradim. Voy, kim edi u? Voy, ertaga ham eslayman. Voy, shu signal chalgan kim edi? Nu bilmaydi, topolmaydi. Matizda emas, Malibuda o'ynasangiz, mana shu ikkita qizni Instagram chiqqan bo'lardi. 100% o'zimga. Bilmadim, mendagi crash bolaga bermasa kimga beradi? Nima demoqchisan? Matizda yursa qizlarni o'rash qiyin demoqchimisan? 100%. Gap mashinadan o'shanda, seni feysingda emasmi? Mujik. Ja, bali fesimda ham o'ynaydi-da, baribir. Misol uchun birinchi narsa. Malibuzaniki emas, u baribir pravin ham yo'q. Nega? Nu zato Malibuda yuraman. Endi turishni boshladi-yu. To'g'rimi? Malibuda yuramiz. Nu ko'rsa mana mashinada tushganimi? Foizi ko'proq bo'ladi, berish. Demak, foiz ko'proq mashinaga bog'liq, feysingga emas. Parasqal mashinaga 10% bog'liq bo'lsin-da, 90% Shunaqa. Nima shunaqa? Sen hozir Matizda borib olganimdan Matizda teskarisimi 90% mashina, 10% nima? Eshitsa aka, Matizda chen borib chiqib olgandan ko'ra peshkom borib olgan yaxshi bo'ladi. Shunaqa ekan-da. O'zi xiyonat-ku. Ko'tiga tepsa shaqillaydi. Bolalar, mana men chiqadigan zal. Ko'rsizmi? Mana ikkinchi etajda Centurion zali. Hozir reklamasi ketyapti deysiz. Mayli, arziydi reklama qilishga. Yaxshi joy. Ayollar, qizlarga kirish mumkin emas. Faqat erkaklar bo'ladi. Shunisi yaxshi. Agar kelmoqchi bo'lsanglar, Sergelida tavsiya beraman. Yaxshi joy. Ana. Biz hozir lokatsiya qayerqa aka? Hozir ketyapmiz endi. Hozir ham BYD'ni o'tkazib yuboring. O't. Bratishkin. Qanaqa? Hozir mo'ykaga mashina kirib bo'lib ketgan, bitta cho'tka qilib. Bizani jonajon ukamiz Shukurbek Madrahimov anaqa mo'yka qilib beradi. Shantaj qilma faqat. Nima qo'ta, mana qara. Ustimga chiqib ket, ustimga, boshimga chiq. Boshqa mashinada o'zingiz naq qilasizda? Uzr so'rab qo'yapti. Mayli, qaysi mashinada o'zing? Men bratlarga farq yo'q ekan-da. O'tib ketarishar kerak yo'lingizda. O'ynoq bo'lsin. Kim o'rtashyaptilar? Nima o'ynadan bog'lan. Katta emas. Malgarkani motorida qo'yib yurishgan-chi. Voy, bratlardan o'tib ketadi. Peshib o'tdi ularning yo'l. Keyingi mashinangiz qanaqa bo'ladi aka? Katta ehtimol bilan. Endi baribir reja qilib qo'yasiz, buni aka buni olaman deb. Gibrid bo'ladi. Gibrid? Xudo xolis. Mana bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Mana gibrid deyaptilar. Keyingi mashinalar gibrid, ham Gentralada olingan payt oldlarda men o'tirmayman, boshqa bola bo'ladi. Umarlar yo boshqa bola bo'lishi mumkin. Keyingi mashina deb, no qaranglar. Videoga yetdingmi? Ha? Men olmoqchi bo'lgan mashinamga yetdim. Masalan, ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Keyingi mashinam gibrid dedilar hozir. Bu adashtiramiz, mayli, uni qo'ydik. Keyingi mashina nima bo'lsa ham, yaxshi mashina bo'lgan bo'lsa men bo'lgan. Meni faqat unda qiyin anaqalari bo'lsa, YouTube syomkalar bo'lsa chaqiradilar. Agar chaqirsam bo'lasam, ha? Men Gentralada, men zo'r mashinada olsam men bo'lmayman. Chaqirsam nima bo'lasan? Ayt, kim bo'lasan? Chaqirsam. Shukur bo'laman. Valla bo'lasan. Mana Samboyga yetib keldik. Opet tushvorardimi mumkin emas-da. Shuning uchun nima o'tirsan, tush. Mana bolalar mo'ykaga yetib keldi, Samboykaga ko'rganinglardek men hali ham o'tiribman, hali ko'p o'tiraman. Shukur yaxshi ham bor ekan, mana mo'yka qilib beradi. Ad-dushi kirmoshina. Bitta ko'rsatgan. Aka, nima mashinada low so'zi ko'p, orqada ham, old oynalarda ham. Lovmi? Lovmi bilmayman. Lov. Aka, ingliz tilida anaqasi lov bo'ladi. Lov bo'ladi. Chiqoq. Lov. Bolalar nimaga lov? Lov yozoringlar. Lov nima degani?
Ha, nima degani low? Ha? Sevgi. Ber yoqqa. Nima degani low? Shukur. Sevgi degani. Low, ha? Lav, aka lav. Low. Buni men o'zim adashib ketaman. Bir-biriga o'xshamaydi. 2 kundan beri uxlamaganman. Bo'lmasa ingliz tilini otasi va ingliz tilini o'zlashtirib. Davay, nimadir gapirib ber. Bolalar tarjima qilsin. Can you tell me about yourself? O'zim haqimda gapirishim shart emas. Qiyinroq so'z aytsang, bolalar tarjima qilishsin o'shani. Menga yodlagan gapini aytmayapti. Kichik gap yodlang. Bolalar kichik gap yodlang, oğlum. About yourself. Yourself. Yangisini yaxshi bilaman o'zim. Ayt bitta. Nerealli gap ayt. Nerealni? Nerealli. Exactly. Nima deyapman? Bo'ldi. O'shani tarjima qilinglar. Mana buni tikorman. Qor eshitdi. Men kamatdi. O'zi bu meni pulimmi? Va qaranglar, mani pulimmi, mani pulim deydi. Telefonimni orqasida turgan pul edi. Qani telefoning? Ana telefonim menimizga mana ko'rsang, Ha. qo'ydi, chiqol oldi, o'shanda men Ha, o'shanda bu sani pulingmi? Meniki? nima bor? Bo'lsa tiqorman. Men farqi boyman-ku. Getni aka rosa original aka. Voy, mani pulimmi original deb gap bilaman originalligini. Mani pulimmi o'zini puli qo'yar ekan bir past. Mo'yka qilishni bilmas ekanmi? Mamatga kim sepadi? Voy, Mamatga. Voy, mana shukur mo'yka qilyapti hozir. Mo'yka qilishni bilmas ekan. Bash $100 yutib olish imkoniyatiga egasizlar. Просто like bosib, comment yozib qo'yinglar bo'ldi. O'zim Abdushiy grafik olaman. Oy, pulim yo'q, grafik qilishgan-chi. Go'zalim, assalam, sevib bo'ldim men seni. Yuragim nega tez urar yaqinlashganing sari. Valla mana shukur nechi pul 6 so'mga mo'yka qildi. Mo'yka qildim. Bunaqa hali kam pulga qilmagan edim to'g'risi. Iloji boricha ko'rgan bo'ldim, tez qilib tashladim. Xatolaring ham Ko'p bo'ldi. Aniq sug'urib qolib ketdi. eng qizig'i latta olmamizda. Qo'l hozir mashina. Qo'l mashina hozir xatkadan borib latta olib borish kerak. Shunaqa. Ataga ro'ramiz Matiz u. Nima degani? Mashina emas. O'zingda Matizing ham yo'q-ku, Veliging ham. Atay aka mana reallikda Matiz bo'lsa haydamasdi. Nimaga? Mana. Yozoringlar kommentda shukur kibrda. Matiz legenda-yu. Yozoringlar Matiz haydaydi. Matiz yomon mashina demoqchi emasman. Yomon demoqchi emas, sen it bo'lding. Valla qurtyapmiz. Sizlar ham mana shuna qurtga o'xshab like bosib qo'yinglar. Ko'rsam ham bo'ladi. Mana. Bolalar o'zi yuribdi. Maxsh nima qilganim? Ma'lum tushib qoldi. O'ynash tushib qoldi, singan ekan tushib qoldi. Mana amatga tushib qoldi mana. Keyingi lokatsiyamiz Nima olish? Nogironga. Hozir magazinga borib ichishga nimadir olamizda. Qorning ochmi? bitta ochman. Rostdan. Real ochman. Roldan yeymizmi? Idishli. Sut, qaynagan suv topish kerak. Mana tayyor qaynagan. Orqadagi qaynagan suv tayyor, bratishka. Mana. Tayyor ichida. Muzlayotib ber. İçinde issiq bo'ladi, tupoy. Tantantayo. İtini qismi nima mashina edi? Damas'tan. Damlaq qarot. O tez o'zing sig'asan, mashinani orientirini olamiz. Tembuli Damas oldi-yu. Tosh otib ketdi. Oyoq tutdi. Qochib turaqoy. O, qayerdan kiradi bular? Ha? Garajlar. Ha, teshiklardan kirib ketishadi, ha? Ha, qayerdan kiradi? Plastichniy. To'rsni. Chaqtirib ko'rganmisan? Alla. To'rsni deyman. Yoshligimda bir kun manaqa bo'lgan. Bir kunda o'rgimchi odamni u payt hozir rosa ko'p seriyasi bo'lib ketdi-yu, biri bilan ikkisi bo'lib hali hammamiz chiqmagan edi. Yangi Tom Holland, Spider-Man chiqqanmiz, biri chiqqanmidi, chiqib hammasi bir kun ko'rib o'rganman-da. O'sha ko'rganimdan keyin realniy aytaman, o'rgimchi qidirganman, rosa qidirgan. Topganman ham, ertasi kunimi o'shandan keyin topganman, chaqmagan. Chaqtirmoqchi bo'lgan. Sizlar kommentariyada yozib yuboringlar, yoshligingizda shunaqa qilganmisizlar? Anaqa nima edi? Pauk usha olib chaqtirmoqchi bo'lganmisizlar? Menda bo'lgan. Siz bo'lgan? Menda ham bo'lgan, shunga aytayapman-da. Har bitta bolada bo'lgan bo'lsa kerak, yozib yuboringlar. Hozir magazinga chiqib ketadi. Pul bermadingizmi? Voy, pul bermadim. Siz
siz olmoqchi bo'ldingiz. Hozir Hey, o'zini buni yopib chiqadi. hey, esimda, Kodini-chi? Mana shu 4 tagina narsani 52 mingga olibdi boru. Jinni bu, jinni qimmat olsan. 5 mingga oldim. Mana 16 ming. Bularni ideal narsa bilgan biladi buni. Men bilaman. Ha, o'zim oling mana. O'zi yuraman. Zemart degan do'konlar menimcha bilganlar biladi. Unaqa do'konlar rolni tayyorlab o'zi pishirib yegan joylar. Shunaqa imенно shunaqa emas, uni mana shu sifatroq narsalar yeyman deyman. Короче, yaxshi. Ha, 6800 rolni bigibollardan bu otasi bu. Bo'ldi, hozir baho beramiz unda yeb. Agar yoqmasa kalt yeysan. Xo'p. Bolalar mana zo'r joyga olib keldim. Anaqa shukur bratishkani. Ukajonim. Mana qara. Suvlarni Suvni ovqatlanib o'tiramiz. No pastga tusha olmaymiz, mashinada o'tirishimiz kerak. Bundoq qo'lasan, qara, bundoq qo'lasan. O'dan qaraga. Boshqacha. Buni faqat bilganlar biladi, bunaqa vibe-ni. Dushevniy bolalar tushunadi. Ancha ko'p bu narsasi. Zo'r. Shuning uchun 16 ming da. Roltni yer deydi uyda. Bundoq qilgamsizlar? Ha? Qurtmi? Bu men yeganim emas ekan bor. Voy. Voy. Ishtahanglar ochilib ketmayaptimi bolalar? Yopamiz. Shimni to'ksam bormi? 8 ming ishimda ishim. Qanaqa shim mashina to'ksanchi jinni, shiming yuzing ketadi. Bu yerda mashina vaqti ketmaydi. Ha, o'yladingmi? Qiziq voqea. Bitta keldi, qiziq voqea. Vashcha qiziq voqea. Endi hosilovga unaqa usuloga yo'lman. Unaqa qiziq tegmasligi mumkin. Короче, mashinada ketyapmiz. Shu Amut Boys a'zosi. Ha. Kimligini aytmayman. Kimligini aytmaysan? Xafa bo'ladi. Nimaga? Xafa bo'lish mumkin. Va uranlar. Bo'pti, Ya, urmanglar endi xafa bo'ladi. Ha, xo'p, davom. O'zimga ham g'alati deb narsa. Bo'pti, ayt. Ketyapmiz mashinada ketyapti. Kim mashinasini ham aytib o'zi aniq, meni mashinam yo'q, ularning mashinasida ketyapmiz. Oldirildi o'tirdilar, oldilari ketdim. Menga nasihat qilyaptilar-da, nimadir bo'ldi. Men shukur, unaqa emas, bunaqa bo'lishi kerak. Bunaqa bo'lyapti, bunaqa qilish endi nasihat qilyaptilar, chunki mendan kattalar eshitishim kerak. Nasihat qilyaptilar-da, shu payt o'shani mashinani endi yuvdi-da, mo'yga qilib chiqqan deb, oynalari borlar-da, oyna yopiq edi-da, ular oynani ochuvni o'ylaganlar-da. Oynaga qarab tuflaganlar-da. Oyna ochuvni o'ylaganlar. Qamaga Atalgan o'sar, oyna ochuvni o'ylash, tuflagan oyna yopib bo'lgandi. Tagoy balg'am tuflagan. No, mamamda o'tirib, tagoy nasihat qotirib kulib o'rganman. O'zi xijolatdan ketgan bolalarda, no. O'sha hozir esimga kelgan eng qiziq voqealar. Kim edi hobi? Yo'q, aytmayman. Vallahi sizlar kim deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bo'lgan. O'zi hammada menimcha bog'chada deb maktabda 1-sinf 5-sinfda bo'ladi. Birinchi sevgisi. Ha. U menda 10-sinfimda bo'lgan. Birinchi yaxshi ko'rgan qizim. Ungacha umuman bo'lmagan. Bo'lgansan ungacha. Men qiz bola qiziqmaganman, faqat o'qib yurganman-da. Yaxshi ko'rgan qiz bo'lmasdi. Men haqiqiy sevgim 10-sinfimda bo'lganda o'sha qizni yaxshi ko'rib qolganman. Ismi Sudobeda. Nima? Sudurgi? Nima? Sudurgi? Sudoba. Suv berdi? Nima? Sudoba. Ana bu suv omborini aytayapsanmi? Ismi Sudoba, afg'on laqabi, afg'on Sudoba. Sudoba? Sudoba ismi. Voy, onasining ismi. Bundan neobычный ismi eshitmaganman. Sizlar ham eshitganmisiz shunaqa ism? Sudoba. U vashcha chiroyli qiz edi. Eng yaxshi ko'rgan. Oloba degani ham bor? Yo'q, u nimani nomiga otiga qo'yilgan aytaymi? U Gulli nomiga qo'yilgan. Shu so'rasam ham shunaqa gul bor ekan-da. Qanaqa guli? Menimcha Afg'onistonda shunaqa gul bo'lsa kerak. Bolalar mana hozir ovqatlanib oldi. Hammada shunaqa ovqatlangandan keyin yomon uyqu keladi. Ozgina shuning uchun yotib olaylik. Bolalar dam oldi. Endi sekin yuramiz. Anta kuchi ko'rib qoldi, hozir oldiga boramiz. Mayli, sog' bo'l. Gaplashamiz bratishga. Sog' bo'l. Mashina shunaqa qilib avtomat. Da, avtomatda o'tirasizlar, namnoga turasizlar. Xo'p, endi shu haq ketamiz endi. Endi hozir lokatsiya sentriga. Seni ko'rdim, men seni ko'rdim. Bir bor ko'rdim, seni sevib qoldim. Nima bo'ldi? Menga nima bo'ldi? Seni ko'zlaring meni rom qildi. Tunukum bir, menga tunukum
Realni O'zbekistonda yo'q Cobalt qilmoqchiman. Qanaqa? O'zingiz kobaltizmi? Rangini ham, ko'rinishini ham, ichini ham, motorini ham. O'zingiz kobaltizmi? Ha, o'zimni Cobalt'im. Ha. O'shanga shu proyekt qiziqman, odamlarga qiziqman. Qanaqa o'zgartirayotganimni ko'rsatib, videolar qo'yib boraman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsanglar, kommentariyada shu tema bo'yicha yozaveringlar. Yaqinda bitta video qilib chiqaraman. Keyin xudo xolasa sekin-sekin boshlab boramiz. Aleki mashinada uxlayotdilar. O'zi ko'rinmayaptilar, mashinada uxlayotibdilar aleki. O'tir ketdim. Uxlab qolganlar, hozir qorong'ida ko'rinmayaptilar ham. O'tir ketdim. Aka o'lib yotibsizmi aka? Uxlab qoldingizmi? Ketdimmi? Kutib qoldingizmi aka meni? Kutdim, telefonam zaryadkalari o'chib qoldi. Ketdimmi aka? Ketdim. Telefoningizni yoqib oldim muhim aka. Ha, ketdim. Bolalar hozir anaqada turuvdik. Chorsini Belgradskasida. Belgradskasida svetoforda turuvdik. Mashina o'zidan o'zi o'chib qoldi-da. Keyin zavod qo'yman, zavod bo'lmayapti. Keyin akamga telefon qildim. Akamga telefon qilsam, endi men avtomat haydamayman, mana buni ko'rsatgan. Avtomat Matiz. Avtomatda D-da tursa zavod bo'lmas ekan-ku. O'chib qo'ygandan keyin D-da turibdi, zavod qilaman bo'lmaydi. Ikkita, uchta svetofor yonib o'chib bo'ldi, jami signal chalishadi. Men ololmadim, o'zim ham qo'rqib ketdim. Hayajonlanib ketganimizdan bo'ldim, shu yerda qolib ketamizmi degan hayajon bo'lgani uchun bu ham kamera yo'qgan. Meni ham esimda yo'q. Voy deb tez akamga telefon qildim. Keyin, "A bo'ldi nima qildi? Hech nima qilmaydi. Zavod qildi" dedilar. Zavod bo'lmayapti desam, "Dedi turgandir" dedi. "Negami, P'gami qo'ydi" dedilar. Keyin qo'ysam zavod bo'lyapti-yu. Voy xarid. Odamlar qanaqa qarab ketdi aka? Sizda o'tirganmiz-da. Ismoilim, просто men mexanika haydaganman-da, avtomat haydamaganman. O'shanga sal pand berdi shu narsa. Lekin sarguzasht bo'ldi. Просто biz hayajonlanib ketganimizdan kamera yoqish ham esga kelmadi-da. Haqiqatda. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta. Bolalar, shukurni uyga tashab o'zimni uyimga kelib oldim. Baribir uyda mashinani qo'yib uxlash xavfsizroq bo'ladi. Shu sababdan hozir uxlayman, keyin ertalab ko'rishamiz. Bolalar, mana ertalab ham turib oldim. Kun juda sovuq. Ozgina sovudin, ko'rpalarga o'ranib uxladim. Mana ertalab turdi. Bu mashinani menga berib turgan Alisher akamga kattagon rahmat. Alisher aka joni sog' bo'lsin. Bolalar, bunaqa video ko'p chiqishi uchun meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, shu videoga like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirsanglar, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Biza sizlar uchun video chiqarishda davom etamiz. Xudo xohlasa, keyingi videoda ko'rishguncha joninglar sog' bo'lsin.